Aziz yaqinlarim, jannatdan bir qasr deb qurilayotgan mana bu navbatdagi uyimizni mana ko'rinishlari ham deb binoyiday bo'lib qoldi. Vassalliklarimizni qoqayapmiz. Bugun lombaz bosishimiz kerak edi. Kecha ozroq bir 20-30 kvadrat joyga vassalligimiz yetmay qoldi. Keldi hozir mana. Baraka stroy jo'natdi. Qolgan vassalligimizni uni qoqamiz. Ertaga 12-avgust kuni lombaz xudo xolasa. Lombazni bosamiz. Hasharga kelaverasizlar. Shoir opa sizga yoqayaptimi? Ha, yoqayapti. Shunday ko'zlarimga ishonmayman bu uyimiz bo'layotganiga. Hamdani darvozaxona, to'rt ham uyni kattaligida qat ko'tarayotganiga men shunda juda ich-ichimdan xursandman. Bu narsalar bo'lishiga ishonmagan edim. Endi ishonyapman shunchalik bo'layotganiga rahmat. Hammaga bizlarga yordam berganlarga, barcha rahmat. Allah roldan ham bir akamiz 300 ming so'm tashlab berdida kecha duo qilib qo'yishimdan. Shu akamizga ham duo qilib qo'yamiz. Rahmat aka, sizga borlaringizga ham shukur. Bundan tashqari mana shu loyihamizda biz bilan birga bo'lib, mana shu sizga yordam berayotgan barchani duo qilib qo'yasiz. Hammasi sog' salomat o'ynab turibdi. Borlaringizga ham shukur. Sizlarni yaxshi ko'raman. Mana siz bilan birgalikda Xudo xohlasa mana shu jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni bitkazyapmiz. Agarda kim mana shu savob ishlarga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, Shoir opamni kartalarini reklamga qo'yib qo'yapmiz. Bemalol o'z ataganlaringizni tashlab bersalaringiz bo'laveradi. Ehsonliklaringiz o'z joyiga kelib tushyapti. Siz bilan birgalikda mana shu navbatdagi qasrimizni ham bitkazamiz o'rtoqlar. Hammaga rahmat.